Dostlar, yaxshi sizlar ko'ryapsizlar. Kujan Guroyi tadbirkorligidagi uchrashuv programmasi. Kujan Guroyining Uyg'urchasini bir tarjima qilib beqing aka. Kujan? Ya. Ku degan kukuda menga o'xshagan. Naydi Shrey. Unda qamlashqa kuku o'jab Kujan go Malik Bektur deydi-ku. Ku. Jang, Xinjiangdagi jang. Shuningla Kujan degan Kujan desakmi bo'ldi, lekin Qaltis Xinjiang deb asl bo'ldi. Qaltis Xinjiang mana. Bu mana hozirgi ko'rayotganlar Kujan Guroyi, ya'ni Qaltis Xinjiang Guroyi tarmog'idagi Amroq mashinam tajdorligidagi uchirish programmasi. Bugungi mehmonimiz bak güzel, bak yaqinlik ovozi bilan xalqqa to'nilgan bir mehmon. Uni yili ko'rishmiz. Endi bizning programmamizni birinchi vaqtda ko'makchi bo'lsanglar, izlash app-detolini tushirish orqali ko'rib olsanglar bo'ladi. Izlash TV. Mehmonmi chiqdi mana? Chiqdimi? Ha, kimdir deb shu topda bak taqozo bo'lib ketyapsizlar, ha? Har qism taqozo qilamiz. Obdan turdinglar. Ana bayram kunlarini obdan boshladik. Yaxshi. O'zingizcha? Yaxshi. Pek aldirashma. Qo'y shu aldirash desam aldirashkam. Bo'sh vaqt yo'q degidek. Rasa. Bugun men aram elish kuni bo'lgandan keyin opam ba'zi dorilarni buyurgan. Opam o'sha dorilarni elib bir opirib beray deb chiqishim hozir. Yaxshi bo'pti. Qilib Arzugul hadamamda nayt o'z bek mehribon, bek xushbel, bek oddiy sodda bizning o'z meniki ham deyilsa xizmat ishim. Biz Urumchi televiziya stansiyasida birga ishlaymiz. Bizga ustoz yo'lliq, o'z otoqliq ovoz artisti bo'lsa o'z navbatida yana bulbul kabi sayrayotgan xandon. Shunga biz Arzugul xandon deb ataymiz emasmi? Mana tomoshabinlarimiz Arzugul xandon bilan ko'rishdik. Yaxshilar. Manda ichilib turib qolsan emas. Qachondaqmi? Endi ketdim manda bir ichilib turib. Biz ham mandaqda o'tgör. Aslan Arzuguldan bilan ikkimiz sallashimiz odatda. Endi bugunmi shu sallashgan bo'lsak, texim erkin, texim naytdi, ozodi paranglish olaytdik. Ammo ko'rmanlarimiz ga bir hurmatsizlik bo'lib qolmasin, ajab bular sallashidiki va yak bo'lsa başqacha bir xil qarashda bo'lib qolmasin deb, shunlashqa hurmat nuqtasidan sizlashdik, ammo sallashib olgan bo'lsak pek bo'lib ko'rdi. Menimcha sizlashgandan sallashsanglar texim tabiiy chiqdi aka. Biz tabiiy qilamiz. O'zim qistirsin. Shu emasmi? Ham shuncha yil bo'ldi. Idoraga kelgandan beri ishimiz degan qandaqli bo'lsin, men sening hamma ishlaringda bor edek. Sen mana shu o'z navbatida o'zingning tirishchanligi bilan o'zingning bir obrazingni tiklading. Bizmi shuningdan shuna suyunib, shu men xuddi o'zimning qiyrindishi, o'zimning inisdek ko'rgashga ishimiz tabiiy oldi sallashib qolgancha. Uni ustiga o'tkir. Sizlik emas. Uni ustiga biz Arzuguldan bilan qo'shna hozir. Bir qorada biz. Shunlashqa. Sen degina avval. Ay bo'pti. Sallashmaydi. Mening ufkam. Rahmat ada. O'tkir. Arzugul. Men boyam Arzugul adam dedim, endi men sizmi sen bo'lmaydi aka. Sen Arzugul hada degandan shunga sal o'yinlashib qoldim-ku. Sen apa desang to'g'ri bo'ldi. Arzugul adamning bolasi Dilyarni demayli qo'yay, bo'yi mendan egiz 192 metrda. Yeshimi balkim sen bilan qurdosh bo'lib qolamdi. 23 yosh kirdi. Bo'yam shu bilan tanka. Tanmiki? Mana. Apa da versa. O'rda to'qson artık lapada. Arzugul apa da. Sonunda kichik qizli ko'rinib ketibdi-da. Amsi parangdan başta bir naqsh qo'ydik. Mana mush naqsh anglashib çok naqshini anglaytib, texim ko'tarib, tamamda. Unda bo'lsa chapallarni silib, Seritamda. Deyman. Bizning mashinamiz yo'q. Baqachilar xat qarg'an bo'ldimda. Bugun mashinam neydimedim go. Biz bugun biz mulozimat qilamiz mashina uchun, ha? Sen uchun. Mashina uchun deb ketdim. Voy, yiliq naqsha. Unutma. Nimte unutma. Unutma cuma mı ne? Unutma yarmette. Abla. Hoppa, kettik. Avaz. Abla pek çıraylık icap kılgan bu naqşı. Ben pek yaptırma özümü. Diz konuş bekledik ya. Hava.
Obletkamning sahnasida ijodiyatchiligida yo'lima keldi. Shuni o'g'lim birdamda 16 yil mana. Endilikte beni hatırlayıp beni unutma. Yüreğimge ot nesildir, çin sevgimni takdirdir. Endilikte beni hatırlayıp beni unutma. Benim sevgim de hatırlasana. Unutma yar, unutma yar, beni unutma. Çin sevgimni herkes unutma. Unutma yar, beni unutma. Çin sevgimni herkes unutma. Sana bulan sadaketimni canım herkes unutma. Başta oynab chiqdingiz emasmi Kırqara? Man Akşaqa baytan Arzuguldan dedi sen diqqat qildingmi ekan 16 yil bo'pti jumat sahnada o'rinlanib chiqib qo'ygan. 2005-yili qildik deyman otablikim ijodiyat kechiligini. Savaqlarda Beshikdimikdan. Dilyar o'shachoqda 2005-yili Dilyar nomi 9 yosh vaqtimiki, yo'q 98-yil tug'ilganmiz 8 yosh vaqtda. To'g'ri. Mana bular bizning oldimizda mana yo'g'ali bir to'gidek tursa bular. Vaqt degan bak tez o'tadi-ku. Uylansam uylanchigim bir teg'im bor deb. Shunchalik tog'dakli bir uylanchik o'g'lim bor deb qo'shib yurma paqilni. Ras. Ay Dilyar-chu hozir o'qish. Bu yil maktab bitirish oldida turyapti. Shunga ma yaqinda mash ta'tilda keliblam opa. Men 4 yil o'qibdim, bitirish oldida turma bir ijodiy naqshini ijod qilib qo'ydim. Ashuni bir shu imtihon berish nusqada bir butun xalqqa sunsam, opa shuning bir shu mash challenge nimalariga bir yordam qilsang dedi. Bo'ldi bolam, endi men o'zim qilgan kasb tursa bu san'at kasbi degan pul yeydi. Pul qashilmasak turmoq chiqmaydi vujudga. Hozir keyin bir azroq mablag' silish orqali bu naqshim tutib qoldi. Shu asli mashg'um temisdagi naqshdi. Men Aryosida taqtaylim ketsak, uningga sal ulganmay qolishidan keyinroq balkim barliq ko'rmanlar bilan ko'rish, yuz ko'rishi mumkin. Shunda Dilyar qaysi kasb o'qidi? Naqsh kasbida o'qidi. Shanda yengil zamonaviy uslubda naqsh etish. Chiqirdi o'qitamda? Beijingda. Mana. Ishqilib bizmi balkim o'tkir sizlarning qurdishinglar Dilyarni balkim ekranlarda ko'rgan bo'lish mumkin. Ham kichik vaqtinglarda, ammo kichik sahnalarda ko'rgan bo'lsanglar, hozir Dilyar mushu ishki o'tkilardagi nopozliq programmalarda, noyatda cho'ng salmoqliq programmalarda, musobaqalarda yajunsi bo'ldi. Uniki maktabidagi xo'shiningda Guanjun bo'ldi. Jinjiangga eshitdi. Dilyar, sen nega malakatim? Endi mush balig'i kelganda biz japata o'qitdi ekanmiz, cho'ng qildi ekanmiz, papalab kirpigim mush ko'zimizdan qarchig'ini asirgandek cho'ng qilgan ekan bu bolalarni bir qo'lliq tarbiyaladik. Mushundaq bir natijalar orqali bizga javob qaytirsiz bizni hayajonlandik ekanmiz. Ota-ona degan shu go, ha. Faxr his qilib, bolamanchilik cho'ng bo'ldi-ku. Buning nersidagi yo'llarini bir davomli mushtaq tuz yo'lda mangsa, agarchilik bo'lib qolmasalar bir yaxshi bir odam bo'lsa, xalqqa bir foydali o'ziningki tehfisini qo'shalaydigan bir yaramli odam bo'lsa, deblar. Shuni umid qilaman. Dilyar unda bo'lsa Dilyar rastan bir seniki arzu armonlaringni oqlabdi acha. Rasli yaxshi bir ixtisos egis bo'pti hozir mana. Dilyarning yanaqsi chiqishga ulgurib, yana bir yaga gapir qo'ylaylik. Asli biz bugun Dilyarning bugun vaqti bo'lgan bo'lsa, asli biz biroqlama chiqsaqmi bo'ldi. Dilyar naqsini lo'yin qilyapti. Naqsini lo'yin qilib, MP3 nusxasini tayyorlash uchun naqsini lo'yin qilish ungelish bo'ldi emasmi? Men sal turib, opamning yeniga bir berib qo'ygan ekan, ashaq o'taman. Dilyarning yeniga. Unda
bo'lsa Dilyarning shu natijalarini bir o'rtoqlashish uchun keyingi sonlarda biz yoshlarga kelgan vaqtida chaqiraylik bo'ldi bu naqsi o'zining ijodiyati o'zining mashqiga keksini men ispadim voy mana ham bundan burun o'zimga to'la nurg'un tekstlarni o'zimga yozib ekanman masalan nima tushvariyalik ma go'zal olam radioda berib o'tkir bildingmi biz deb ketdim men kichik vaqtlarimda shu tushvariyalik ilqi sayyora sayyorani sen bildingmi bir iltimosim bor bir chingchongligim bor sayyora vahshiy aytadi sayyora orqali ish qilib men seni tundim desam bo'ldi acha uni oldida chiqqan bo'lsang chiqding lekin bu sayyorani aytgan vaqtimda deb beray sening chosh posoningga kuyitdim bu shu vaqt chechang mandaqdi mondo qilib ko'ptirib qara ko'chirib qo'ylaymi rasmiy kirishtirimiz bu sahnaga chiqib aytib ketdi sayyora degan naqshini Yüreğimde kaldırdı izler Senin bürücü kulakta kara gözüm Yüreğimde kaldırdı izler Senin için canım fida Nigarım meniye Senin için canım fida Nigarım meniye Sen benim her çağıyımda Senin için canım fida Nigarım meniye Senin için canım fida Nigarım meniye Sen benim her çağıyımda Seyyare Seyyare Aşktan sana Seyyare 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 Aşktan sana Seyyare Belki ötkürsen Arzugül'de hazır mesela avaz artisti dedim, nakşi dedim. Aytıyordu da mana bizning cho'lpon. Sen qaysi kasbda o'qiganligini his qila olamsan yoki bila olamsan? Qaysisiga kimdan bildig'inim naqsh kasbida deb o'ylayman-da. O'ylamsa. Ha, ashta o'ylayotganman. Lekin siz bilan bir idarada ishlagandan keyin, andan bir kasbda ishlaymiz. Ovoz artisti deb bilaman. Unda bo'lsa endi o'zing og'izdan anglab boqaylik zodi. Arzugüldan qaysi kasbda qachon o'qidi? Men 91-yili shu Shinjang san'at institutining aktyorlik kasbiga qabul qilinib 4 yillik to'liq kursini bitirdim hisobda. Biz shunchalik tayyorlaylik ekanmiz. Bizning oldin qarar, ya'ni bizningki faxrli ustozimiz Abdulla Abdurim akamiz ham Arzugul Mo'minlar, Arzugul Mo'min adam hozirgacha yaxshi o'tdimi? Bular bitirgandan keyin bizni qabul qildi. Shunchalik tayyorlaylikamiz o yillarda shu bir qarorda bir sinfli bolalarni tarbiyalaydigan edik. Biz shu bir sinfda 20 bola bo'ldik. Shu 20 bolaga bir fakultetdagi o'qituvchi ustozlarning hammasi yurak qanini singdirganda, mayli sahna til darsi bo'lsin, bizning shantika darslarimiz bor, usul darslarimiz bor, bayankalarimiz bor, masalan, rol elish darsliklarimiz bor. Bizni atrofliq tarbiyalagan shu ustozlarimizningki to'hpisida mana hozirgidek o'rinda o'tiryapmiz. Shunga men bu yerda barliq bizga yurak qanini singdirgan ustozlarimga chin dilimdan tashakkurimni bildiraman. Ustozlarimga uzun umrlar yor bo'lsin, kunga salomatliklar yor bo'lsin. Shu tarbiyalanish jarayonida bizningki hamda har taraflama tarbiyalangashga maktabni bitiriblam hamda bu o'maklarga kirsam cho'qim o'yin qo'yib oyoq beqlarda yurish bo'lib qoldi. Hamda shu chaqda biz hamda to'y qilish bosqichiga kelib qolgancha maktabni bitirib bir nim qilgandan keyin shunga hamda qarshi tarafning talbiga binoan shu televiziya stansiyasida bir ovoz artisti bo'lib qolsam u chaqda bu kasbni ham qayirgandim qig'il bo'lar ekan deb muqimlam uydan shu Urumchining ichida yurgan gapda shuningga shu kasbni tanlab Urumchi televiziya stansiyasining ovoz artisti bo'libdi. Hozirgacha mana 25 yil bo'libdi. Mana 25 yil bo'libdi xizmatchi qilib o'tkir o'ylar. Mendan uzoq ketibdi. Demak, Arzuguldan bilan biz shu vaqtlarda hamda hisobda men 2004 keldim. Idora kelgandan boshlab menmi o'zim bilsa bir tarafdan diktor yasachilik qilsam, yana bir tarafdan bushlarning ovoz bo'limdilar men. Ovoz berib boqmagansiz. Bek yaxshi berdi. Biz necha qitim talab qildik, bizning bo'limga akirib beringlar, Isoqning ovozi bizda kam. Bizda ovoz artist bo'lsin desak, chiqroq deya chapra onsinchi. Ras mayli qayrig'i bo'lsin, mayli yoshqi bo'lsin, shunchalik obraz yaratib bera oladi.
biz şu çaq talab qilsak hamda stansiya rahbarlari mavu diktor riyosatchi tarafda odam qis bo'lg'achqa buni ustiga degan tonilgan diktorimiz tursa riyosatchimiz tursa bizga bermadi shuningla ativarliq talashib turib qoldik shuningla atrofda vaqtim yetgan vaqtda ovoz berma sirtlarda yana ovozlandik qaysi kinolarga bilib yoki filmlarga bizniki kul qiz qatnashding kul qizning naqshini bu e'tiqodda kul qizniki dadasi mening buvammi buvamdi yo'q dadam men kichik vaqtim sen kichik vaqtdan to'g'ri manda bor deyman biz demaymiz-ku shu biz demaymiz-ku ovoz berib boqmamsiz aka naq maydonda hamda u chog'dagi gaplarni unutib qoldik lekin bo'pti mana shu vaqtdagi qizing bo'lib sen dadam bo'lib boshqa gapni deyishayli boshqa gap shuni deb boshqa bir mazmun bilan qilsak men shu ovozni taysin ayliq nima deyman boshqa gapni qilamiz boshqa gapni qilaylik o'zaro moslashib qilamiz bo'pti dada kechda ishdan bolaroq kelamsiz sonim ikkimizning qo'sig'i bak ichib ketadi ekan opam bo'lmag'achqa bizga tomoq etib beradigan odam yo'q tomoqdan qiynalib qoladi ekanmiz dada men baldir basam bo'ldi qizim lekin sizlarni deb men kunduzni kechaga ulab ishlayapman bolam men tushda sizlarning tomoqinglarni tayyor qilib qo'yib chiqib ketgan agarchi muzlab qolgan bo'lsa-mu bolam shu tomoqni yegash tursanglar men kechda sal kechroq qaytib keldim o'xshaydi dada men mayli Oş sonumga içim ağrıydı ekan. Sonumning issiq tomoqni yemaginiga uzun bo'lib ketdi dada. Opam tugab ketgandan beri. Undaq demagan bola. Men sizlarga ham dada, ham opa bo'lib, o'zimning butun muhabbatimni sizlarga berman bola. Chinim dada. Japochik bor. Xotirjam bo'ling dada. Men cho'qim sonimning holidan obdan xabar olaman. Mangu maylisiz bo'ling bo'lmang. Sonimning holidan cho'qim yaxshi xabar olaman. Keçdimi? Baldır berishga tirishay bolam. Mening bir yillik isim. Aytsinlarninki atisi berdi berdi emasmi? So'ngim obdan qarayman deydi. Lekin shu arliqda milqi buvisining yeniga boradi, biz dadamdan ayrilib qoldik deb bo'lgankin, buvisi bu ikkisini qabul qildi, lekin qilishning oldida bu qiz so'ngisini jutirib qo'ydi. O'zi boradi, shundaq-ku. Shu jutirib qo'ygandan keyinki buvisining oldiga kelgan bir ko'rinish. Men nim deb beraman u yerda. Men so'nimni jutirib atgandan keyinki ko'rinish. Tillamdim sen nim qilding. Yo'q, bag'ring bo'lsa qizim, amsininki ayni bu to'yiga qo'shilmaganlik sababidan bu o'g'lim garchi boyning o'g'li bo'lgan bilan uydan ayrilib mushtaq g'urbatchilik kunlarga qolib qolgan. Men qallamdan chataq. Shuning bilan bu sirtni uy tutish orqali ayoli baldir kasal bo'lib tugab ketgachga ikki qizi bilan qolib qolgan. Shungacha dada texchi qabul qilmagan. Lekin bu o'g'lining ayrilib qolganidan keyin xabardor bo'lgandan keyin bu cho'ng navrisilarga qoladi. Kichigini jutirib qo'ydi. Jutirib qo'ygandan keyinki bag'andagi bir ta'sirli ko'rinishi bor. Shu yana kichkina. Ma'qul, katta. Sonimni jutirib qo'ydim. Nima deysa? Men dadamga berdi bergan buva. Sonimni tepishib bering buva. Kela, qo'zam, kela. Bo'ldi, yig'ilma. Men shu toptanim deyishimni bilmayapman, ammo so'nggi men va'da qilay. Cho'qim sonimni tepib berman qizim. Yig'ilma bo'ldi, yig'ilma. Menga va'da bering, cho'qim. Va'da qildim, cho'qim tepib berman qizim. Men diyemayotgandek bir qildayman. Ikkimiz bir muhabbatishimiz bo'lib. Nasıl qizlarga berayman, to'ls pochi qizlarga berib qolmanchi. Buzoq bir erlak berib boqayman. Bo'pti, boshlaymiz. Qarsam, pozor kiyinyapsiz. Özümni sizga tunishtirib o'tsam, menmi xeyli o'zimcha qamlashgan. Shunga ikkimizni yurib baqsaqmikin degan bir talabimni sizga degim keldi-ku. Nima degan dadillik bilan eg'iz ochdingiz? Chunki o'zimga ishonaman emasmi? Menda qamlashgan yigitni siz nerdan topa olasiz? Kulib qo'yapsiz ya. Kechiring. To'liq kechikibsiz. Mening loyiqim bor.
Patarda to'y qilish oldida turamiz. Bu poxirliqni-chi, udul kelgan odamga qig'il bo'lmaydi. O'zim shunda ishaydatdim-a. Shunda bulut emasmi? Hey, demakchi. Qilibchi, undaymiz, bundaymiz. Bu inammo nayt tirishdi. Rahmat. O'zining kasbiy riyosatchilik kasbi bilan lam qopqanmagan. Rol ol desa, balkim kinolarda rol ola oladi. Olsa, atiga olimiz cho'qimjimi? Chaqirib qo'yasiz. Menmi necha vaqtdan masalan maktabni o'qiyotgan vaqtimdan boshlab men ilqiday chiqarib naqsha etib qilg'ashqa men etotlarni o'ynagan tubanlarga tushganda Eminjon Yusuf akalarimiz bizni opirib o'yin qo'yg'izganlarda etotni qo'shimcha o'ynab berdim naqshadan sit. U uyalarda o'ynagan bilan men mana bizning miyaqdagi televiziya ekranlarida etot o'ynab chiqmagan. U o'ynamagan bilan men o'qidimda 4 yil. To'g'ri. Fursat kelib qolsa rol berish tarafladimi hamda cho'qim o'zimningki o'rganganimni ichimda cho'qim texim pishqilab texim birlikda ko'rsatishni xohlayman-da. Mushunaq turgan vaqtimda mana 2017 da 18 ishga ketdim. Ishki kinoga rol olib qoldim. 2017-yili shu chiqmadimi u kinolar? Mushpat yaqinda qo'yilib qolamdiki, endi bosqichlari bek murakkabga Shijebeyga ulgatdimiz deganda shuning bilan Nimbey Shijebeyga qo'yimiz kino qiladi degan, lekin ma'lum sabablar bilan uning qatma-qat alqishinqadan o'tish bosqichi bo'lgan emasmi? Shularni endi o'tib qilib bo'lsa, hozir biz hatto ovozlarni berib bo'ldik ularga. Hamma odam yan qatnashgan imkoniyat yetganlar o'zimizga o'zimiz ovoz berdik. Unda bo'lgandan keyin eng oxirgi bir bosqich qoldimikin deyman, nimashki hammamizga ayon hamda mana juqum kasal tufayli kino halam etildi. Hozir ichyotidi, lekin mushu omillar balkim ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Balkim bu yil oxirisigacha bu kasaldan biz g'olib kelsak, chuqum ko'rmalarimiz bilan yuz ko'rishdi. Uning nima rol oldi? Askining nima? Uning yo'q, Noit Kuyimjon, erdan qo'rqaydigan yez ayoli. Ya'ni sening yurting pichanda ishlab keldi. Voy, mana. Shivini mashrabnikin dadingizmi, yo'qmi? Yo'q. Pichan so'zdan qoldingmi? Yo'q, so'zim yo'q. Shu tuyuqni oldik ko'rinishlarni. Shunda qaqaza bo'lyapmiz. Uning eng oxirgi ko'rinishlarini Shanxayga berib futbol maydonida tugatdik. Undan keyin yana bir Mapington Tisayda harbiylarninki bir bizning Shinjongni ozod qilgan bir mazmundagi bir yaxshi bir kino ekan. Shuningda bir Rabian Tasher deb bir cho'ng bir hammaninki. Hozirgi men yeshimdan olqagan, ya'ni 70 yoshlarga bir qag'ayamniki opamning ishi. Kirimni toza qayritdi. Shunda tushdim. Shunlar ashirolni olib yaxshi bo'ldi. Uningda shirim chiqamas, lekin naydi obrazlik bir rol keldi. Shu obrazni yaratganimdan xush bo'ldim. Shu chaqda doyallarmi, "Voy, bak yaxshi olding" dedi. Ikki filmga qatnashibdiman, hamda shu texi ekran yuzida ko'rinmalar bilan ko'rishmadi, lekin pursti bo'lib qolsa, cho'qim men tirishchilik qilma, sen tirishchilik qilsan. Mana, unda shu vaqt bir chiqqan vaqtida qana yana ko'rmallarimizning bahosi bilan, yana texim ko'p kinolar tanlanib ketib qolsa, agar qo'shimcha biror rollar chiqib qolsa, aytasiz juma. Men yaqinda chiqqan MV'niz rollar sotdi keldi. Ha? Ashtam. Yiliqin aqsha. Endi necha vaqtdan sal to'xtab qolgandim, chunki mana bayatdan deyishdi-ku, o'g'lim tarbiyalash bosqichi bor. Buning iqtisodchi qaraq ketib qoldi. Endi hamma narsa pul bilan o'xshayotgan tursa hozir. Shuna bo'lgandan keyin men sal pal o'zimni tutib edib, hozir bir naqshini vujudga chiqarish uchun falan pul ketyapsa, o'g'limning o'qishi bilan bo'ldim. Bu yil mana bitirish oldida turayotganki, bu yillardan sal o'zimga ozroq mablag' solsam bo'ldi deb bir yangi naqshamni aytdim. Farqi yo'q-ku. Anglayla o'tkir, ha? Naqsh qo'yishni unutib qolyapsan ya. Paralar qizib ketdi. Bu naqshimni yaxshi chiqib qoldi. Usullikka degana. Men usulnim o'zini o'tkir. Hamma iqtidorim ko'rib olgan bo'ldi deb, ha? Ketdi.
Vafasızga yar bulma, sevgisinin kadri yok. Vafasızga yar bulma, sevgisinin kadri yok. Onun itkan rast dedin, yalganının farkı yok. Onun itkan rast dedin, yalganının farkı yok. Sen beylik kıyılasın, kıyına bu dek. Vafasızның bardın, oy. Yoklığının farkı yok. Vafasızның bardın, oy. Yoklığının farkı yok. Hayram ketdi, ha? Bak. Tetimli qamlaylı, tetimli qay. Tetimli qa? Hemen koyuyorsak, izlep almay qalmışsın. Boyliqqa bilan qo'yib Mashinalı qo'ygandiki to'ptira yillik uçuruş program illik naqshini anglagan hozir ashtab ketdi aka. Masalan, izlashni bulamdi yoki shu Weibo'larda bulamdi qo'ygan vaqtimizda shu naqshini qayerdan anglaymiz, qanday anglaymiz deb pek izlab ketib bordi. Nima ish qilganda biz ilk programda şu naqshning oldikayni bo'g'a ishlar, ashulalardan qo'shib deb berayotgan texnik qiziqadigan yapgan. Shunga bu naqshni anglaymiz desanglar, men yana opam deb beray. Opamniki ma'lum chiqib, farqi yo'q degan izdesanglar chiqdi. Ha? Balki to'g'ridimi chiqdi. E'lonlarimiz sarxil. Endi aka. Ha? Siz bayan bir narsa deb bergandingizmi? Shu to'g'riliq paran qo'ymaymiz deb. Xo'sh. Ya uni o'zingiz o'ylang. Uni o'zingiz o'ylang, menga bek payz bir paranglar chiqdi deb bergandingiz. O payz parang hozir payz bo'lmayapti. Payz bir deb bermadingiz. Qaysidir? Ha, bir ikkimiz o'yin o'ynayli degan to'q, o o'yinni o'ynab bo'ldik baytan ovoz berib. Ha. Undek yaxshi chiqdi ejimi? U tuyuqsiz hamda shu tuyuqsiz deb oxir shu taxallus mangsan ketgan bo'ldi nima? Tuyuqsiz qo'ydik o'yishlarni. Balkim ko'rmalarimiz naq maydonni ko'rgandan keyin Orzugul Damniki naqsha, aktyorlik, ovoz berish, nurg'ulg'an shu bugungi kunga kelgichi bo'lgan natijalarniki qaysi qanchalik badal to'lash kelganligini his qildi deb o'ylayman. Chunki biz cho'lpala deb cho'ng bilganlarimiz nurg'ulg'an bizniki avaskorlarimiz bo'lsin yo ko'rmalarimiz bo'lsin, ha bular shundoq chiqib qolgan yoki shundoq cho'lpon bo'lgan va yoki bo'lmasa shundoq tunilib qolgan deb o'ylaydi ba'zilarchi. Lekin mana baytin deb o'tgandek qanchalik darajada bular tirishchanlik ko'rsatib, aktyorlik kasbida o'qib, o'ziniki ko'p iqtidorlik talantini joriy qildirish orqali har tarafdan chiniqish orqali mana bugungi kunda tunilib hammamiz e'tirof qilgan danliq cho'lponlar qatoriga keldi. Demak, mushlarniki hammasining badalining oxirgi natijasi nima degan vaqtida izchil tirishish shunday. Tirishchanlik bo'lmasa, tirishgan uzar deydigan gapimiz bormi? Tirishish to'xtab qolgandan keyin orzu, armon yo'qolgandan keyinla odam izida to'xtab qoladi. Odam cho'qim o'ziga qanoat tuyg'usi qilib, masalan, bo'libmi-chu biz hayot yashaydi ekanmiz. Bugunni o'ylab qolmay biz ertanini o'ylashimiz kerak. Ma'lum birining uchini ko'may shiraqni ko'rishimiz kerak-ku. Shundoq bo'lgandan keyin cho'qim biz to'xtamay arzu, armon bilan yashasak, armonlarimiz go'zal bo'lsa, shu go'zal armonlarga yetish uchun biz to'xtamay tirishchanlik ko'rsatsak, tenimiz salomatli bo'lsa, tirishgan yerdan cho'qim yaxshi mevalar pishib chiqadi deb o'ylayman. Shunga garchi men hamda yeshim mana 50 ga taqab qolyapti hamda bu yerda. Qanchaga? 48 yosh kirdim deb turasam. Men yeshimni ushlamayman. 48 yosh kirdim. Mana yana 2 yildan keyin 50 yosh kirman deb o'ltirma. 20 yoshda ko'rtasam u yerda. Dalatda men bu yana amsaqlan maylichi bu. Yo'q deyman. Lekin cho'qim o'zini odam cho'qim har vaqt yosh vaqtidagidek. Mana o'tgan qitim meni ziyorat qilganda deb o'tgan. Cho'qim o'zimni 18 yoshdagidek his qilaman deb. Ashtaqli his qilaman. Cho'qim ashulaqa yuragimda ashundaq bir hissiyat bo'lgan vaqtida men cho'qim yosh turishga tirishiman-da, o chaqda to'xtamay tirishchanlik ko'rsatgandan keyin har tarafdan o'rganishga tegishli narsaga talpinib tursak, qilamayman degan keyin qilamaydi odam. To'g'ri. Cho'qim qilalayman-ku tirish baqaychi desa, qig'il bo'lmaydigan ish yo'q. Cho'qim shu ishni voyaga yetkazib qig'il bo'ladi tirishchanlik qilsaqlar. Shunga meniki shu barliq yoshlarga shu o'zining iqtidorini texnik namoyon qilib bo'lmay, ajab bir manchilik tirsam, ajab bir tonil bo'lamayapman. Men ishimni ajab bir
bu kasbda emas, san'at kasbida emas, boshqa kasblardami shu kasbimda bir ufq qazansam bo'ladi, voyaga chiqsam bo'ladi deb yana o'ttirga bag'anda belini qo'yib yetaymi deb qalayotgan yoshlarimizga, bolalarimizga deydiganim tirishish kerak. Tirishchanlikni hargiz bo'shashtirib qo'ysa bo'lmaydi. Tirishgan cho'qim uzaydi. Bu mening o'g'limning qilgan men shuni demak istadim. Hozir mana o'ylig'inimni tepib olding-da. Demak sen shu Dilyorga odatda endi ko'p fikrlashib tursa, uningla paranglashib tursa, cho'qim yaxshi o'qi deb turib, uningdan go'zal orzu armonlarni kutib o'tsa, har vaqt deb turib o'tsa, endi u bir xil tuyg'uda bo'lsa, endi mush naq maydonda ko'rmanlarimizning oldida shundaqla Dilyor enimizmi, balkim bizning programmamizni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mush tarafda shu millionlagan bizning ko'rmanlarimizga shu Dilyor o'g'limga o'zining yuragingdan chiqqan orzu armonlaring, tilaklaring bilan bir yurak so'zingni aytib baqsang, Dilyorga nima degan bor demoqchidim. Dilyorga birinchi bo'lib deydiganim odamiylikni bilsin. İnsan çokum özünki ademiligi bilan güzel turducu her vaqt. Birinci bulup şu ademiligi boğa vaqtida kamtarlikni o'ziga yarqisa, texmi özünki şu tirishchanligi bilan texmi yaxshi o'rinlarga chiqa oladi. Mening balamga deydiganim, mening dunyolik shu bir tal o'g'lim bor. Faxrlik o'g'limninki buningning keyingi ishlarining texmi ro'naq tepishini, bo'lsa hozir meningki izbosarim bo'lib qoldi, shu san'at kasbini tutib qoldi. Bu kasbni aytim tas kasb, unda osonla palda bo'lib chiqolmaydi. Biz nurg'un japalarni tatib, ko'p yig'lab, ko'p tarlab o'ringa keldik. Yana hozirgacha men fursat bo'lsa-mu, kichkina fursat bo'lsa-la biz shu tirishib chiqsak deyapmiz. Shu bizniki shu oldinqilarning shundaq bir tirishchanlik ro'yini o'ziga singdirishgan degan bir nimam bor, umidim bor. Texim tirishgan bolam, tirishgan cho'qim yerda qolmaydi. Atrofingdagi har biri bilan yaxshi sen üçün bir ustoz bo'lg'isi munosabatga alayda diqqat qilish kerak. Bir qildigan tayyorligimiz bor aka. Mana bugun bizniki Şinjan Mashrab Xalqaro so'zchilik shirkatiniki yangidan bozorga solgan zartan sap alqat qiyomi. Baytin sen dedingo apamga dora qilmang deb cho'nglarga ait mos keldi. Shu onamiz o'xshashli bizning apo yo'lliq bayramda xo'sh qilib qo'ygan bo'ptilar. Buluda issiq balang so'q qildi deb o'tirib. Mashrabda mana o'tkir balam issiq balam to'g'ri. Nimda o'tkir balam bilan issiq balam. Alqatniki sap qiyomi. Yana birsi zartan bo'lsin chatta alqat qiyomi. Az bo'lsin ko'nglimiz salomat bo'lsin apamiz. Naqla so'q qildik ha. Endi siz bizga bir naqsh so'q qiling. Bo'ldi. Naqshidan o'zi yaxshi ko'rgan. Hamma naqshlarni yaxshi ko'rdi. Shunda bo'lsa-mu ish qilib o'zi cho'qim bir deydigan gapi bor hozir. Men demdim. Qaysi naqshingizni shuni qo'yamiz. Qaysi naqshingiz? To'g'ri. Ablat ablikimning ijod qilib bergan shu yoshligimni bergan qaytirib degan naqsi bek chiroyli. Chunki buning teksinimi yezbergan akamiz hamda bizdan uzab ketib qoldi. Shu kasal tatgan bizdan ko'zni yumish oldida bizniki radio stansiyaga yasan telib oldik hamchu. Shu akamiz kasal karavotida turib bu mush teksman avatib ekanchu. Shu chaqda shu mushuni ablatga berdim. Mushuni bir chiroyli siz bir ijod qilib bersangiz desam, bek chiroyli ijod qilgan. Tunji anglagan vaqtimda mush chipigadalarim o'rlab yig'i tutib ketganchu. Shu naqshamni bilib qo'yapsam, yig'lab ketmaylar. Siz o'zingiz istaysiz. Abayak usulni o'ynadik. Men endi lirik naqshlar amroq bo'lgan ekan. Esin harakatga. Yoshligimni berkin qaytirib
Töredin kesin Nimişkım Eladin kintan Ötken işini isimge silip Nimişkım Eladin kintan Ötken işini isimge silip Bir çağlarda yürüyen tuhbiller Güzel yaşlık teyzini sürüp